Chet ellik injenerlar bitta yangilik topib, sirazi smetalarga, konstruksiyalarga внедрить qilaman deganda, biznikilar juda ham eskidan beri chet el standartlari bo'yicha qo'llanilib kelayotgan gidroizolyatsiyadan qochadi. Qochish sababida shunaqa muammolarga duch keladi. Qayerda qarasa, ya'ni yerdan past qurilayotgan inshoot borki, bu albatta gidroizolyatsiya qilinishi shart. Chunki beton vodoproницаемый hisoblanadi, ya'ni namlik suv o'tkazadi. O'tkazgandan keyin etga siz aboy qilasizmi, shpakilovka qilasizmi, mog'orlab shunaqa tuzga o'xshab, boshqaga o'xshab qiladi-da, keyin bizga aloqaga chiqishadi. Ichidan gidroizolyatsiya qilsam qanaqa bo'ladi? Ichidan gidroizolyatsiya qilib bo'lmaydi. Drenaj sistemasiga ahamiyat bermasdan oqsaganimiz ham shu yerda bilinadi. Ya'ni siz qilayotganingizda mana bitta meni gapim emas. Shohjahon bu uy bo'yicha poliura qilib bo'lmaydi, chunki poliurani tashqaridan qilish kerak, ichkaridan qilganda unaqa foydasi bo'lmaydi. Как показывает практика, значит, как бы вы сейчас не цеплялись мочевиной, то есть если идет подсос извне, то есть снаружи идет или капиллярное проникновение, или подсос, то мочевина, она какое-то время продержится, но недолго. Hop, Shohjahonaga qarang, buni polimachevinani orqa tomonidan, devorning narigi tomonidan yeri qazib sepish kerak. O'shanga agar ichkaridan sepsangiz, 2018-yilmi shunaqa bo'lgan. Ularniki o'qi past polni uy bo'lgan, ya'ni novostroyga bo'lib, past podol uyga bergan. Aboylab oqib ketgan. Oxiri polni qazirtirib, birinchi peni sepgan, shundan machvin sepib keyin ko'ndirtirilganda. Jizzaxda zominda katta gastitsa bor. O'sha gastitsa, eng katta gastitsa, o'sha yerga biza borib 5 etaj podol tushgan. Полный septirtirgan peni. Полный peni septirib keyin ko'ndirtirilgan. Кто покупает, скупает, платит дважды degan maqol bor. Ya'ni siz ekonom qilib asheta qildirmaysizda, undan keyin sizga pretenziyalar boshlangandan keyin yoki o'zingizda muammo ko'rganingizdan keyin shunaqa gidroizolyatsiya qiladiganlarni izlab qolasiz. Izolyatsiyaga oid qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Hammasiga javob berib o'tamiz. Ularga oid yangiliklarni kuzatib borishlik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta tanishingizga ham bo'lishib qo'ying.